Teşekkür izhor etamiz. Aziz mehmonlar, teşekkür. Mana shunaqa chiroyli raqslaringiz bilan fayzimizga yanada fayz qo'shganlaringiz uchun hayotning har lahzasi go'zal, umrning har dami g'animat. Hayotimizda har bir daqiqalarni, har bir onini mana shunday xush onlar bilan bezash baxti barchamizga nasib etsin deymiz. Chiroyli tilaklarni Gulshodaxon opamizga dugonalari nomidan Iroda opadan eshitarkanmiz. Iroda opa agar davramizni tark etmagan bo'lsalar, ulardan bir chiroyli niyatlarni eshitib, birgalikda yana tabriklarimizni davom ettiramiz. Iroda opajon, marhamat. Gulshoda opamizni dugonalari nomidan ketib qoldilarmi? O'ylaymizki, albatta mana shu ajoyib tabrik egalari xonadon egalarini o'zlariga tabriklarini bildirib, uylariga qaytishgan va shu o'rinda Safar Sayliyevni chorlab qolar ekanmiz. Ajoyib tilaklar, chiroyli niyatlarni Safarbekdan eshitib, davrani davom ettiramiz. Marhamat, Safarjon Sayliyev, keling davramizga yaqinroq. Marhamat. Yuzingdan nur yog'ar yorug' yuzligam, o'zi oq ko'ngilli qora ko'zligam. Va'daga vafodor bitta so'zligam, topganing to'ylarga buyursin elam. Bugun to'y kechasi, gullar kechasi, tabassum oqshomi, nurlar kechasi, har o'tli qarashda bir olam mazmun, qarang yarashadi do'stlar xandasi. Assalomu alaykum so'zimning boshi. Shu so'zdan rang olar odob quyoshi. Ehtirom, ehtiros har insonga xos, xoh katta, xoh kichik bo'lsa-da yoshi. Olimlar assalomu alaykum. Mana shu muhtasham Isroilda yig'ilib turgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun kuyovimiz Nozimjon va ularning bo'lajak turmush o'rtoqlari bo'lmish Shahzodaxonlarning baxt va oqshomida yig'ilib turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib ularga mana shu Do'rman qishlog'ining yigitlari nomidan baxt, saodat, shirinda shakar farzandlar va hayotlari eng chiroyli guldek bo'lib o'tishini tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat samimiy niyatlar uchun ijodiy barkamollik tilab qolamiz va tabriklarimizni davom ettiramiz.